Bolaligida g'ayrioddiy xastalikni boshdan kechirgan va singlisining xalq artisti bo'lishiga hissa qo'shgan Otabek Muhammad Zohid 51 yoshda. Otabek Muhammad Zohid jonli ijroda kuylashdan hayiqmaydigan va songa emas, sifatga e'tibor beradigan xonandalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Bolaligi qiyinchilikda o'tgan singlisi Gulsanam Mamazoitovaning san'atkor bo'lishiga sababchi bo'lgan ijodkor haqida nimalarni bilasiz? Otabek Muhammad Zohid 1974-yilning 24-yanvar kuni Farg'ona viloyatida Hofiz Mamadali Mamazoitov xonadonida dunyoga kelgan. Bolalikda uning san'atkor bo'lishiga hech kim shubha qilmasdi. Chunki san'at uning qonida bor. Otasi o'z davrida vodiyning mashhur hofizi bo'lgan bo'lsa, onasi san'atni tushunadigan madaniyat xodimi bo'lib ishlardi. Xonanda oilada to'ng'ich farzand uning Go'zalxon va Gulsanam ismli singillari bor. San'atga qachon kirib kelganimni eslay olmayman, chunki maktabga chiqmasimdan avval musiqa asboblarini chalishni bilardim. Onamning aytishicha, 4 yoshimda akordeon va doira chalishni o'rgangan ekanman. Bolalikda erkak o'g'il farzand bo'lganman, chunki onam xonadonda ham, otamning uyida ham erkak bosh o'g'il nabira edim. Ammo hayotda kutilmagan voqealar ko'p bo'lar ekan. Erkak o'g'il bo'lib ulg'aydimi, birdan hammasi o'zgarib, hayot hamma erkaliklaringni yig'ib sandiqqa solib qo'y, endi oila boshi bo'lding dedi. Maktabda faqat a'lo baholarga o'qiganman. To uni tamomlaguncha sinf sardori bo'lganman. Oila boshi bo'lgandan keyin mas'uliyatni his qilar ekan odam. Onam madaniyat uyida rahbar bo'lgan. Singillarimga o'zim bosh bo'lib o'qishiga mas'ul edim. Gulsanam ham haligacha san'atga qiziqishimga siz sababchi bo'lgansiz deydi. Chunki singlimni o'zini yolg'iz uyda qoldirmaslik uchun musiqa maktabiga o'zim bilan olib ketardim va orqa partada o'tirib darsni eshitardi deydi Otabek Muhammad Zohid. 7 yoshda xonandaning hayotida g'alati voqea sodir bo'ladi. Uning ta'siri haligacha sezilishi va uni shifokorlar ham davolay olmaganini aytib o'tdi. Ko'zingizni tez-tez yumasiz, asabiymisiz deb ko'p so'rashadi. Aslida bu holat bolalikdan odat bo'lib qolgan. Onam asli Andijonning Buloqboshi tumanidan Farg'onaga kelin bo'lib tushgan. Yozda xolamning uyiga tez-tez borardik. Ularning uyiga yaqin yerda qumloq yer bor edi. Odamlar u yerning qumidan devor suvashda foydalanardi. Bir kuni ayni peshin vaqtida mendan 3-4 yosh katta xolamning o'g'li va o'rtog'i qum olib kelishga ketayotgan ekan. Ularga qo'shilib men ham qumloqqa bordim. Ko'zimga ikkita ayiq bolalari ko'rindi. Ular bir-biri bilan o'ynardi. Muqim aka, ayiq bolalarni qarang, o'ynashyapti dedim. Ular kulishdi va uyga qaytdik. Kechga borib birdan tobim qochdi. Istimalab ko'zimga har xil narsalar ko'rina boshladi. Tuni bilan uxla olmasdim. Ko'zimga ko'ringanlari juda qo'rqinchli edi. Onam erta tongda mullaga olib borib dam soldirib qo'ysa biroz yengillardim. Onam shifokorlarga olib borganda bu kasallik emas deyishgan. Bu holat 4 yil davom etdi. Undan keyin ahvolim yaxshilandi. Ammo ko'zimni tez-tez pirpiratishim esdalik bo'lib qoldi deydi Otabek Muhammad Zohid. Otabek Muhammad Zohid 1994-yildan buyon professional xonanda sifatida faoliyat yuritadi. Shu kungacha unga Toshkentda ijod qilish bilan bog'liq takliflar juda ko'p bo'lgan. Xonanda har gal Farg'onani tashlab keta olmasligini aytadi. Farg'onadagi tug'ilib o'sgan uyimni yaxshi ko'raman, hatto tug'ruqxonaga ham borishni istamay uyda tug'ilgan ekanman. Haqiqatan ham shunday. Onamning ko'zi uyda yorigan. Shuning uchunmi Farg'onaga mehrim bo'lakcha. 1994-yili Turkiyada o'qishni tamomlab, O'zbekistonga qaytganimda hamkorlik qilish bo'yicha takliflar juda ko'p bo'lgan. Toshkentda ijod qilish yaxshi, tanilish oson, katta sahnalarga ham imkoniyat ko'proq deyishadi, ammo ijoddan tashqari yolg'iz o'g'il farzandlikning ham mas'uliyati bor. Onamning yoshi katta, uning tanish bilishlari, yaqinlarining bari Farg'onada yashaydi. Uni yaqinlardan ajratib Toshkentga olib kelishni istamayman deydi xonanda. Bir necha yil avval Otabek Muhammad Zohid raqqosalar sabab to'yxonada qo'shiq aytishni istamagani va undan to'y egalari ranjigani haqidagi xabar ommaviy axborot vositalarida tarqalgandi. Farg'onada ikkita to'yda juda qattiq asabim buzildi. Farg'onada to'yga borsak, xonanda aka-ukalarimiz kuttirmasdan darrov navbat beradi. Bir to'yda 5-10 daqiqa choy ichib o'tirgim keldi. Shu joyda bir raqs guruhiga navbat berishdi. Raqqosalar arabcha yarim yalang'och kiyimlarda lazgiga raqsga tushib ketdi. Raqs tugashi bilan hech kim e'lon qilishini ham kutmay, mikrofonni shartda oldimda, kim chaqirdi bularni? Qani bu guruhning rahbari dedim. Guruh rahbari yoshgina bir qiz ekan. O'tirganlarga qarab, sizlarga ham hayronman. Kim sizlarni o'zbek deydi? Hozir shu yarim yalang'ochlarga qarsak chaldilaringga, bularni nimasiga qarsak chaldingiz? Yarim yalang'och kiyimda lazgiga raqsga tushishga kim ruxsat bergan deya gapiradigan gapimni gapirib, bunaqa to'yda qo'shiq aytmayman deb chiqib ketdim. Yana bir to'yda xuddi shuning davomi bo'ldi.
Ko'plab ayollar, hoji onalar o'tirgan to'yda qo'shiq aytayotsam, yarim yalang'och 4 qiz tezroq tugating. Biz raqsga tushishimiz kerak degan ma'noda oldimga turib oldi. O'tir dedim ularga. Kayfiyatim tushib ketdi. Bularni kim chaqirgan? Men erkak bo'lib bularga qarashga uyalyapman. Kimga kerak shunaqa narsalar? Bu hayosizlik o'zbekchiligimizga yarashadimi deb o'sha davradan ham chiqib ketdim deydi xonanda. Ko'pchilik Otabek Muhammadzohid o'zidan ko'ra ko'proq singlisining ijodiga vaqt sarflagani va uni mashhurlik uchun intilgani haqida gapiradi. Xo'sh, xonanda bu fikrga qanday munosabat bildiradi? Tan olish kerak, Gulsanamning ovoz imkoniyatlari menikiga nisbatan keng. Masalan, men uni qo'shig'ini 1995-yili ijro etganman, ammo o'zim istagandek chiqmagani uchun u qadar ommalashmagan. Qo'shiqning o'ziga xos nolalari bor, uni singlim maromiga yetkazib aytgan. Ijodni boshlashga qo'ldan kelgancha yordam berganman. Bu mening akalik qarzim va farzim edi. Singillarimni yaxshi ko'raman, doim ularni qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman deydi xonanda. Xonanda eng birinchi tanqidchisi onasi ekani va uni qaysi ish uchun ko'p tanqid qilishi haqida gapirdi. Onam san'atni juda yaxshi tushunadi, shuning uchun ham eng birinchi tanqidchimiz uning o'zi. Menga ko'p qochirim qilasan, bemaza qochirimlar tinglovchiga yoqmaydi deydi. Tanish ukalarim onamning qo'shig'ingda BQ ko'p ekan degan gaplarni eshitib hayron bo'lgan va bu musiqiy termin nima ma'noni anglatishini so'rashgan. Bu hech qanday termin emas. Bemaza qochirim so'zlarning qisqartmasi deganimda kulishgandi. Onamning tanqidlariga quloq solib hech qachon kam bo'lmaganman deydi xonanda. Ochig'ini aytsam, dehqonchilik va bog'dorchilikka qiziqmayman. Ammo shahardan tashqarida bog' tashkil qilganmiz, chunki ijodkor ahli hamisha sokin, baqavo joyga borib ijod qilishni istaydi. Shu maqsadda shahardan chekkaroqda yer olib, 5-6 tubdan turli mevalar va bodom ko'chatlarini ektirganmiz. Yoz kunlari u yerga borib hordiq chiqaramiz. Tabiat qo'ynida yaratilgan ijod mahsuli ham go'zal bo'ladi. Misol uchun, mayli telba denglar qo'shiq ham aynan o'sha bog'da yaratilgan. Daraxtlarga bog'bon yigit qaraydi. U yerdan katta daromad olmaymiz, ammo yozda mazali mevalar dasturxonimizdan arimaydi deydi xonanda Otabek Muhammadzohid. Otabek Muhammadzohid oilasi haqida gapirishni unchalik istamaydi. Bizga ma'lum bo'lgani shuki, uning 3 qiz va 1 o'g'il farzandi bor. 2 yil avval u to'ng'ich qizini turmushga bergan.